Hovli uy sotildi. Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlarim. Sog' salomatmisizlar? Farg'ona shahar asli uy-joy savdo YouTube, Instagram, Telegram ijtimoiy tarmoqlarini kuzatib boruvchi aziz obunachilarimizga chiroyli yangiliklarni ko'rsatishda davom etamiz. Do'stlar, eslaringda bo'lsa, biz Farg'ona shahar aeroportda katta yo'lda bo'yida 572 xona uy bor. Undan tashqari yana bemalol qo'shimcha qurilish ishlari qilsa bo'ladigan hovli yer uchastkamizni sotuvga qo'ygandik. Ushbu yer uchastkamiz Farg'ona shahar asli uy-joy savdo orqali sotildi. Iloyim sotgan insonga barakasini bersin. Olgan inson ushbu xonadonda yaxshi kunlarni o'tkazishlikda Allohdan so'rab qolamiz do'stlar. Bu uyimiz do'stlar yashash uchun va biznesga zo'r joyda. Biznesmen akalarimiz ushbu hovli uyda xarid qilishibdi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Shuni sizlarga sotilganligi haqida ma'lumotini berib o'tamiz xolos do'stlar. Sababi nima uchun biznes uchun deganimiz sababi bu joy do'stlar katta yo'lda bo'yida joylashganligi uchun lokatsiyasi juda ham qulay edi. Gaz, suv, svetdan muammosi yo'q edi. Kadastr hujjatlari notariusga tayyor edi. Undan tashqari bemalol bu joyda ishlab chiqarish deysizmi yokida o'zingiz biznesingizni boshlasangiz bo'lardi va undan tashqari eng asosiysi do'stlar bu uyda yashash uchun ham olsangiz bo'lardi. Bemalol chiroyli xonadonni solib o'zingizga moslab olsangiz bo'lardi. Xullas kalom bir so'z bilan aytganda ushbu xonadonni bitta baxtli inson qo'lga kiritdi. Biz o'sha baxtli insonni chin ko'ngildan tabriklaymiz. Yana bir karra sotgan insonga barakasini bersin. Olgan inson ushbu xonadonda yaxshi kunlarni o'tkazishlikda Allohdan so'rab qolamiz. Hurmatli obunachilarim, asl uy-joy jamoasi sizga o'z xizmatlarini taklif qiladi. Agar sizni Farg'ona shahar ichi yoki shahar tashqarisida sotiladigan hovli uylar, yer uchastkalar, novostroyka domlar, kottej high-teklar yokida oddiy kvartiralaringiz, undan tashqari noturar binolaringiz bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Undan tashqari sizni magaziningiz, ishlab chiqarish joylaringizni reklama qilish kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Telefon raqamlarimiz 91 bilan 327 1800 va 90 535 1900 va 90 533 92 11. Farg'ona shahridan doimgidek Sergey Pazbek va uning jamoasi bo'ldi. Agar sizni sotiladigan xonadonlaringiz bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqsalaringiz, sizlarda ham joylaring xuddi shu joylar singari tez, qulay, oson, ishonchli tarzda sotilib ketish imkoniyati juda ham yuqori. Shuning uchun do'stlar, sizlarni hamkorlikka chaqirib qolaman. Keling, ko'ring, gaplashing, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Qo'limdan kelgancha obzor qildim. Xatolari, nuqsonlari bo'lgan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. Videomiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmasini shundoqqina chertib qo'yish esdan chiqmasin va uyini, joyini sotmoqchi bo'lib yurgan insonlarga shundoqqina videomizni jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi yangi videogacha xayr, o'zlaringni ehtiyot qilinglar, hurmatli obunachilarim.